Assalomu alaykum va rahmatulloh. Jangchilar yaxshimisizlar? Yuklarimizni joylashtirdik, xudo xolasa. Ozgina hujjatli ishlarimiz qoldi. Shuni olib inshaalloh O'zbekistonga safarimizni davom ettiramiz. Sizlarning duolaringiz bilan, Allohning quvvati bilan, kuchi bilan biz shu yo'lda yuribmiz. Har bir musofirda yurgan inson borki, albatta oilasini sog'inadi, qaytgisi keladi. Ishoning. Agar o'zlariga qolsa, uzoqlarda yurgisi kelmaydi, bola chaqasini tashab. Buni boshimdan o'tkazyapman. Men uchun bir dars bo'ldi. Ustoz shogird an'anasini davom ettirdik, ancha o'rgandik, haydashni o'rgandik. Tushunchalar, do'stlar orttirdik, Allohga hamd bo'lsin. Hammasi yaxshi joyda. Xudo xolasa yana videolar qo'yib, qiziqarli qilib, nimalarni qo'yib borishga inshaalloh harakat qilamiz. Sizlar duo qilib turinglar. Xudo xolasa inshaalloh O'zbekistonga borganda ham yana davom etamiz ishimizda. Oxirigacha boramiz, qaytmaymiz maqsad sari. Aniq bilaman, Alloh bundan-da yaxshirog'ini tayyorlab qo'ygan hammamiz uchun. Faqat harakat qilib oxirigacha borish kerak.